Yangi yil kechasida mehmonlaringizni hayratda qoldirmoqchimisiz? Unda ko'ring, bugungi salatimiz Tiffany. 2 variantda taxlangan. Har bir varianti 2 porsiyalik masalliqlar kiritilgan. Qiziqqan bo'lsangiz, oxirigacha ko'ring. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Bu birinchi variant. Kopchonli tovuq o'rnida ta'bizga ko'ra mol go'shtini ishlatsangiz bo'ladi. Bu ikkinchi varianti. Tovuq go'shtini qaynatib oldim. Siz xohlasangiz agar qovurib olishingiz mumkin. Lekin qaynatib olingan tovuq go'shti juda mayin va nozik ta'm beradi. Yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Keladigan yangi yillaringiz bilan yoqimli ishtaha, salomat bo'ling.